Assalomu alaykum o'g'aylar. Mana O'zgendi Koppon degan joyini bilasizlarmi? O'zgendi Koppon degan joyi bor ekan. Shu yerda bir ustamiz, ammo qoyilman shu ustaga tortganiga, klapan tortibdi. O'g'aylar, yurib kelib shunday to'xtadim deyapti. Motorni shunday ochib turib klapanni tortib qo'ydi deyapti. Issiq motorga tortibdi. Endi ishni qaranglar, ukam zo'rg'a yetib kelyapti, bir yosh bola ekan, zo'rg'a yetib kelyapti. Mana shu yerga o'zi ham tellab ketdim, aka kelgunimcha minib deyapti. Mana 3 oq silindr, mana 3 oq klapan ham qisiq turibdi hozir marta. Mana 3 tasini endi ko'ramiz hozir. Mana 3 tani bunday qimillatib ko'rsam, даже qimillab ham qo'ymayapti. Issiq motorga tortilganda mana svichalarning ranglari ham aytib berib turibdi. Mana bitta svicha, mana shu chekkadan chiqqan svicha, qop-qora ishlagan. Mana sal qiziqroq, bu berigi chekkadan chiqdi. Mana shu tomon unchalik qisilmagan, mana tomonni polniy qisibdi-da o'zi ham. Mana shu tomonni polniy qisib qo'yibdi. Adashasiz-da, usta, shu kopponli usta. Issiq motorga tortmang bundan keyin, og'ayni. Mana shunaqa qilib, mana shu shopirni qiynab qo'yasiz mashinaning egasini. Orqasidan keyin so'kinib yuraveradi-da, mana ustiga qildiruvdim, mana bo'lyapti, ana bo'lyapti deb. Bo'lmaydi unaqa ishlar, og'ayni. Mana hozir bunikini klapanini ochib qo'ydik, hozir sovyapti motor, xudo olsa sovsa klapanini tortaman, isparitelini tozalaymiz, svichalarni almashtiramiz. Zajganiyani taqaganini qaranglar mana. Hozir metkalarni ko'rib, remenni metkalarini ko'ramizda, endi zajganiyani joyiga olib kelamiz. Karburatorda shu o'zimiz obnovleniya qilingan karburatorimizdan qo'yib beramiz. Avtomat korobka ekan mashinasi. Xudo olsa sostaniyasi shunaqa tayyor karburatorimiz bor. Xudo olsa hozir qo'yamizda, shu 4 ta 4,5 ta ichadigan karburatorimizdan qo'yib beramiz. Avtomatda 4 ta 4,5 ta ichadi karburatorimiz. Xudo olsa mana keyingi videolarda ko'ringlar. Mana shu mashinani pol bitgandan keyin qanaqa ishlaganini, nechta litr rasxod qilganlarini video qilib chiqarib qo'yaman.